Bugün biz Suratul Humaza suresini o'qiymiz. Bu Qur'on Karimning 104 surasi tartib bo'yicha jami 9 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Vaylul likulli humazatil lumazah. Vaylul idg'am. Yani vaylun deganni vaylul deb lamga idg'am o'qiymiz. Likulli humazatil buyadimi humazatin deganni lamga idg'am qilamiz. Humazatil deb o'qiymiz. Humazatil lumazah. Yani bu tane biz odatda to'xtagan vaqt o'qimaymiz. Agar ulab o'qigan vaqtida o'qiymiz. Yani bu yerda humazatil lumazah deb to'xtadik. Shunga buni biz ta harfini xuddi haga o'xshash o'qiymiz. Lumazah deb. Agar ulab o'qib qolsak humazatil lumazatinilladzi deb o'qiymiz. Shunga to'xtab o'qisak yaxshi bu yerda turish bo'lgan ekan. Qayta o'qiyli. Vaylul likulli humazatil lumazah. Keyingi oyatda allazi mau zal harfi bu o'xshamaydi. Oldingi za o'xshamaydi. Mau za lumazah degandagi za. Bu inglizceki za o'xshaydi. Ammo mau allazi degandagi zal bu tilimizni tishlab chiqadigan harf. Allazi jama'a malau wa'addada. Yani bu yerdeki malen asli bu tanvin. Yani du zabar deymiz. Bunu o'qiganda asli malen deydik. Amma vav kelgandekin buncha lan deganni lav deb idg'am o'qiymiz. Malau deb. Endi vavni chu azraq to'xtab ixfada o'qiymiz. Malau wa'addadah. Yani bu yerda to'xtaymiz. Wa'addadahu deganni wa'addadah deb o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Allazi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna. An degan ixfa ma'al g'unna. Shu nunni to'xtaymiz. Anna deb. Anna deb ish yo'qotmaymiz. Yahsabu anna malahu akhladah. Bu yerda maddi vojib bor. Shu bilan 4-5 harf miqdorda so'zib o'qiymiz. Ya'ni malahu deb. Qayta o'qiylik. Yahsabu anna malahu akhladah. Keyingi oyat kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla degani bir to'xtasak ham bo'ldi, to'xtamay o'qisak ham bo'ldi, ha? Kalla deb andan o'qisak ham bo'ladi yoki ulab bilan kalla la yumbazanna desak ham bo'ladi. Andiki layun degan bir nun harfi asli bu yerda bir nun bor. Nun bu yerda sukunliq nun. Layun deb nun o'qiladi. Ammo bu aqidin ba kelganligi uchun buncha iqlob deymiz. Nunni baga o'zgartirib o'qiymiz. Layun deganni layum deb mim o'qiymiz. Layum bazanna. Hatta mimni o'zi to'xtab azroq layum bazanna deb bu nun bu yerda ixfa malg'unna. Şuna nun meyadaki nunni mim o'zgartdik. Anda nunning ustidimi mimning ustidimi to'xtab o'qidik. Qayta o'qiylik. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Keyingi oyat wa ma adraka mal hutamah. Wa ma deganimiz bu yerda maddi vojib. Buni 4-5 harf miqdorda so'zimiz. Wa ma deb.
adraka dal qalqala. Asli bu sukun bu yerda adraka degandek. Bu amma sukun bo'lsa-mu, qalqal bo'lgan vaqtida, qalqalni o'qigan vaqtimizda xuddi zirdek bir xil titirtib o'qiymiz. Ad deb. Ad emas, ad. Adraka. Ra tafxim. Tafxim deganimiz qilin tum o'qiydigan ro deb. Ro. Ro. Buni ruvo deb olmaymiz. Og'zimizni yo'g'on echib turib, ro. Adraka deb o'qiymiz. Ro deb. Andin buni oxiri bir alif sag'ira, ya'ni kichik alif bo'lgani uchun azroq ko'tarib o'qiymiz. Adraka deb. Qayta o'qiylik. Va ma adraka mal hutamah. Keyingisi narullohil muqadah. Bu yerda ruh, roh deb ruh deb olamiz. Narullohi. Bu Alloh deganga o'xshashlam. Oldagi harf pish yoki zabar bo'lganda buni Alloh deydik. Agar kasra bo'lsa, xuddi bismillah degandek o'qiydik. Bu yerda narullohil muqada. Keyingisi allati tattali'u. Allati bu kichik ta. Buni ta deb o'qiymiz. Keyingisi tattali'u. Bu cho'ng ta. Buni cho'ng to deb o'qiymiz. Tattali'u. Allati tattali'u alal af'ida. Alal af'ida. Bu ayn harfi. Ayn deb o'qiymiz. Ah deb. Qayta o'qiylik. Allati tattali'u alal af'ida. Innaha alayhim muqsadah. Bu yerdagi nun harfi ixfa mal g'unna. In deb nunda to'xtaymiz. Innaha. Bu ha normal uzun tovush. Shunga naha innaha desak bo'ladi. Alayhim. Alay bu yerdagi yumshoq tovush ochiq o'qiymiz. Alayhim deb. Andin him degandan keyin oxir bir mim. Bu birinchi mim, keyingisi ikkinchi mim. Bunda kelganda mimni men uchun ixfa ma'lumotni alayhim deb mimni to'xtab o'qiymiz. Innaha alayhim muqsada. Muq. Bu hamza, ayn emas, mu' deb o'qisa olmaydi. Buni ayndek o'qilganlar uchrab qoladi. Mu'sada deb buni xato bo'ldi. Muqsada hamza. Muqsada. Muqsada. Qayta. Innaha alayhim muqsada. Keyingi oyat, oxirgi oyat fi amadim mumaddadah. Fi amadin bu ayn harfi ah deb o'qiymiz. Fi amadim bu yerdagi ismi idg'am, ya'ni amadin deganni bu yerdagi tanvin asli bu amadin deydiq, lekin oxiridagi sukunli nun talaffuz qilindi. Shunga o'rniga mim keldi, buni idg'am qilib mim o'qidik. Mimni ixfa ma'al g'unna, ya'ni g'unna o'qiymiz. Amadim deb o'qiymiz. Andin mim to'xtaymiz. Fi amadim mumaddadah. Ayta. Fi amadim mumaddadah. Bütün surani qayta bir o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. Waylul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. يحسب أن ماله.
أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.